Salom do'stlar, sizlar bilan men TT303 va bugungi videoda biz Minecraft o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Bu survivalning 3-qismi. Xo'sh, sizlardan like va obuna, men esa boshladim. Xo'sh, bolalar, oxirgi videoda shu yerga kelib yo'qolgandik. Mana ularni o'z qo'llarim bilan qurdim. Eng qizig'i, mana bu qishloqni ushlab oldim do'stlar. Qanday qilib bilmadim, lekin mening uyimga kelib qolgan edi. Uni bir marta kuchaytirdim va bugungi videoda uni full qilamiz. Ketdik, bo'lmasa ko'mir qazib kelishdik olg'a. Hop, mana ko'mirlar. Ularni qazib olishimiz kerak endi. Hop. Hozircha video yaxshi ketyapti. Hop, qancha? 40 ta. Menga 44 ta kerak. 44 ta. Ko'mirlar qayda endi? Stop. Bunu qo'yamiz, buni yasaymiz. Wow. Judayam ko'p ko'mirlar do'stlar. Ana u yerlarda temirlar ham bor ekan. Mana bu ko'mirlarni hammasini olamiz. Bizga ko'mirlar kerak, hali ko'p. Ko'p o'ynab do'stlar, bu yerda ko'p o'ynasam qaranglar. Misol uchun 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi qismlar ham chiqib ketsa va bu yerlarda shaxtani hammasini quritib tashlagan bo'lsam, qanaqa qilaman? Ha? Kreativ ishlatsam bo'lmasa, o'ta chuqur konlarga kirib, uyga 1-2 kun bormaslikka ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. Hop, nechta? 56 ta yetadi. Bo'ldi, uyga ketamiz. Endi uyimni topaman desam. Voy, yo'qol. Yo'qib yubordi. Ajoyib. Suv bor. Uchib qoldi. Bo'pti. Voy. Parkur ustasi. Voy. Hop. O'rgimchak. Hoppa. Ovqat. Bu yoqqa yaramas. Bo'ldi. Hop, endi uyimni topishim kerak. Hop, mana uyimizga ham kelib oldik. Do'stlar, eng qizig'i qaranglar mana. Mana bu yerlarda qovoq ekkanman. Qovoqni ana shu yerdan topganman do'stlar. Men ko'rmagan ekanman. Bu yerda sabzilar. Sabzilarni kechasi zombilar bilan olishdim. Qandaydir qilib menga tushib qoldi sabzi. Hop, mana bu bizning Jidal, uni ismini nima qo'ysam ekan? Jamol qo'yaman. Mana buni qilamiz. Ko'mirim tugab qoldi-yu. Amal, yozib kelamiz. Unga bir narsa yasab berish kerak. Hozir. Luk qanday yasalardi do'stlar? Mana bundaymidi? Mana ekan.
Hop, mana buni bu yerga qo'yamiz. Buni olamiz. Endi borib buni qo'yishimiz kerak. Ana. Oy, temir ham. Wow! Anchagina kuchayibsan, birodar. Hayır. Uxlashimiz kerak. Bunda hammaga xayrli kech, hamma yaxshi yotib tursin. Salom. Hop, bunda biz davom ettiramiz. Buni sandiqqa solamiz. Va menga hozircha bitta hech narsa kerak emas. Go'shtni olamiz. Ya'ni go'shtlarni olamiz. Bo'ldi. Hamma narsani kerakli narsalarni, kerakli ko'mirlarni oldim. Endi Jamol bilan savdolashamiz. Yettita temirga bitta berar ekan. Hozir kelaman. Temir kerak bizga. 5 ta. Olamiz. Yana bitta iltimos, tezlashing. Tezlash deyapman senga. Hop, bo'ldi. Bizga sehrlangan kirka kerak. Mana bu. Breakingga sehrlangan ekan. Bu-chi kirka 9 ta ekan. Hozir kelaman. Darajalar bor ekan u. Hop. Uchta olmosga bitta berar ekan. 13 taga olmos kirka. Yaxshi. Hop, lekin olmos bermaydi ekan. Afsus. Yana ko'mir yig'ishib kelishim kerak. Mayli, bu yerlarni ko'rishinglar shart emas. Do'stlar, mana nihoyat uyimga keldim. Jonajonim, seni sog'inib ketdim. Va nihoyat uyga kirdim. Hop. Mana. Xo'sh. Bitta temirim olish esimdan chiqibdi. Qaranglar do'stlar, qanchaga 2 stak ko'mir va 2 stak, ya'ni 2 stak bo'lib ketdi do'stlar. Temirli kirkam esa sindi. Afsus. Mayli, hozir yangisini olamiz. Qo'yamiz. Bu oladi bo'li. Oy. Ko'mir olmas ekan. Endi nima qilamiz? Temir sotamiz. Keyin esa nima qilishni bilmadim. Uzr. Buni olsam ekan yoki buni olsam ekan? Buni olaman. Ana. Yangi level bo'ldimi? Yo'q, bo'lmabdi. Bu kirkani endi yaxshilikka ishlatamiz. Endi nima qilsam ekan? Ko'ramiz endi hozir.
Keyingi videoda ham yana bitta shunaqa nima deydi, trader nima aytsa keladi deb o'ylayman. Nima deydi, villager. Agar bitta katta qishloq topib olsak zo'r bo'lardi. Bor ko'mirlarimni sotib olyapman do'stlar. Oltita. Men bu lapatani sotib olsamikin, do'stlar? Baray, sotib olaman. Yangi level bo'ladimi? Yo'q. So'nggi levelda ekan demak. To'xtanglar, menda yetishdi. Kuchaydi. Yo'q, kuchaymabdi, adashibman. Bo'ldi. Bu digital mera ado qildi. Nimadir ular sotib oladi. Bor narsamni sotib yubordim mashinaga. Endi qanday yashayman? Do'stlar, video shu joyda tugaydi va keyingi qismlarda sizlarni, ya'ni sizlardek hali ko'p sog'inaman. Xullas, keyingi qism 10 ta likedan keyin chiqadi. Mayli do'stlar, like, obuna bosish umuman esdan chiqmasin. Hammaga xayr. Charchamanglar, sog' bo'linglar, xayr.